Assalomu alaykum hammaga. Allohning rahmati yog'ib turgan paytda bitta yaxshi variantimiz chiqib qoldi. Qaranglar qorni, qanaqa chiroyli. Bu qorni to'g'risida men videoni ham qo'ydim, kirib like bosib qo'yinglar. Qaranglar, mehnat postidan 1 kilometr kirasizlar. Svet, suv, gaz, kanalizatsiya, hamma narsa bor. 8 ta xona, 4 ta sanusiel, 142 ming dollar bo'lyapti. Yana kelishadigan joyi bor. Sotuvga chiqqan xonadonimiz ham mana shu bo'ladi. Yuringlar, ichkarini ko'rib chiqamiz. Srochniy bo'lgani uchun qor yog'ishiga qaramasdan ham kelyordi. Bitta mashina qo'yishga joy bor. Elektromobil haydasanglar, narsalarni qo'yib qo'ygan ekanlar. Bu yerda yozgi oshxonasi bor. Fasad qismi shunaqa. Ketdi qolgan obzorni ichkaridan davom ettiramiz. Bismillah deb kirdi ichkariga. Bu yerda o'tirib ovqatlanadigan joy qilingan ekan. Oshxonamiz mana bu yoqda bo'ladi. Oshxona ham kattagina ekan. Xo'p, keyingi xonamiz. Bu yonni keyin tushuntiraman, ketdi. Bu yerda sanuzelimiz joylashgan. Bu yerda o'zini kattagina mehmonxonasi joylashgan. Bu yoqda kattalar yotoqxonasi, havo aylanish uchun joy ham qilingan. O'zini sanuzeli ham bor. Nimaga 8 ta xona degan odamlarga hozir savoliga javob beramiz. Ketdi. Ikkinchi qavatga ko'tarildi. Bu yerda xonadon egalari borligi uchun hamma xonani ko'rsata olmaymiz. 4 ta xona, ikkita sanuzel, bir ro'y ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoqni ko'ringlar. Xo'p, bu yoqni ko'ringlar. Mana bu yoqni ham ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, endi xonadonimizni bu yoqda mansarda qismiga chiqamiz. Marhamat, mana shu tomonda mansardaga chiqamiz. Bu yerda ham yana xonalarga bo'lib tashlash imkoniyatinglar bor. Marhamat, ko'rsanglar bo'ladi. Qaranglar. Bu yerda o'zini bitta xonasi bor, katta. Bu yerda yana bitta xonasi bor. Video tagida nomer bor. Kelinglar, ko'ringlar. Telegram kanalida lokatsiya bor. Yoqadigan bo'lsa barakasini qo'yamiz. Hammaga omad.